mehmonlarni taklif qilamiz deb va'da bergan edik va biz navbatdagi mehmonimizni taklif qilsak. Bu mehmonimiz startap mutaxassisi Ulug'bek Ismatov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ulug'bek jonim, keling. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Katta rahmat. Ruxsat bersanglar, mana ham shu kelayotgan Ramazon hayiti bilan, Navro'z ayyomi bilan startaplarga xos yangilanish deylik, shunaqa ajoyib bayramlar bilan barcha tomosha qilayotganlar, sevimli muxlislarni tabriklasam va sizlarni albatta. Salomat bo'ling, rahmat. Ming rahmat shunchalik tabriklab berganingizga. Ulug'bekjon, startapni boshlashda yoki biznesni boshlashda asosiy omillar nimalarga e'tibor berish kerak? Xo'p, endi startaplarni romantizatsiya qiladigan bo'lsak, eng asosiysi baribir o'sha yakkashohlarni qurish haqida, ya'ni 1 milliard $AQSh ko'proqqa baholanadigan kompaniyalarni, keyingi Facebookni, keyingi Google'ni qurish haqida gap ketadigan bo'lsa, bu millionlab odamlarni qiynaydigan muammoni topish. Birinchisi. Agar siz mana shu millionlab odamlarni qiynayotgan muammoga yechim yaratsangiz va bu yechim qiymat yaratsa, ya'ni sizga men muammongizni yechib beraman, siz esa bunga pul to'lashga tayyorsiz. Va mana shunaqa o'ylansa, bu katta startaplar haqida. Lekin startaplar har doim ham yakkashohlar, ya'ni shu juda ham katta kompaniyalar qurish haqida emas. Ayrim paytlari bu ma'lum bir hududdagi muammolar bo'lishi mumkin. Ya'ni siz keyingi taksilar va taksiga chiqadiganlarni bog'laydigan ilova qurmoqchi bo'lsangiz ham buni ham aybi yo'q. Ya'ni takrorlash. Dunyodagi eng katta gigantlarni, ular O'zbekiston bozoriga kirmagan taqdirda siz uni bemalol yana takrorlashingiz mumkin. Yoki ovqatlarni yetkazib berish bo'ladimi, yoki yana bir qanaqadir bir mavjud odamlar va mavjud xizmat ko'rsatuvchilarni bog'laydigan yechim qilsangiz ham. Tushunarli. Va bundan qo'rqish kerak emas, Ulug'bek? Yo'q. Qanchalik bu bor ekan-ku degan narsa emas, agar yana bitta gap bor, yo yarat, yo yaxshila. Ya'ni siz umuman bozorda mavjud bo'lmagan yechimni ham yaratishingiz mumkin, yoki mavjudidan 10x yaxshiroq bo'lsangiz, albatta sizni foydalanuvchilaringiz tushunadi qaysi biri yaxshiroq ekanligini. Ijod qilishingizga qarab ekan, demak, misol uchun o'sha paytdagi dunyoga mashhur Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qigan paytimizda Uber bo'lgan bo'lsa, lekin uni hozirgi paytda mana Yandex Music takrorlanib, u yanada masalan ko'p qarmoqli bo'lib ketdi-da, dastavkasi bormi, oziq-ovqat bormi va hokazolarga. Siz eslab o'tgan kompaniyani yaxshi nusxasi sizga bo'ladi, chunki ular ham xuddi shunaqa ovqat yetkazib berish va boshqa narsalarni hammaga ko'rsatgan, bu ishlaydi. Odatda mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni nomini aytishimiz shart emas-ku, albatta to'g'ri. Biron bir mana olaylik, sizni misolingizni. Samandar akani ko'rdi, jonli efirda zo'r qilib odamlarning kayfiyatini ko'taryapti. Yoki shu paytning o'zida ajoyib san'atkor va buni ko'rgan odam qilsa bo'larkan-ku deydi. Startaplarda ham ko'pincha shunaqa. Ya'ni mana yaqinda o'zbekistonlik yigit dunyoning mashhur bir startap akseleratoriga kirdi. Bu tarixda bo'lmagan edi. 23 yoshli bola kirdi. Ana endi barcha boshqa asoschilar aytayapti, kirsa bo'larkan. Ya'ni xuddi shunaqa. Startaplarda ham birinchi marta siz lampochkani yoqib bersangiz, yo'lda ko'rsatsangiz, to'xta, buni men ham qila olar ekanman. Men ham muammoga yechim topib, startap qura olaman degan gap. Va mana shu joyda eslatib ketmoqchiman, hozir yosh kattalar ko'rayotgan bo'lsa, startap bu faqat yoshlarning narsasimi? Bu o'sha hozir vibe coding deydi, kod yozmasdan dasturlar yaratish yoki boshqa, yoki bu faqat yigitlarning ishimi deganlar uchun. Yo'q. Erta-kecha yo'q. Muvaffaqiyatli startaplarning asoschilari bu 30 yoshdan kattalar. Chunki ularda ingliz tilida aytganda domain expertise deydi, ya'ni o'z sohasidagi yetarli tajribasi bor. Bu esa o'sha muvaffaqiyatli startaplarni qurishga yordam beradi. Chunki siz mijozingiz nima xohlaydi, uni muammosiga qanaqa yechim berishingiz kerakligi haqida sizda ko'proq tasavvur bor. Hozir bizda aynan mana shu mavzu haqida, ya'ni startap mavzusi haqida lavha bor. Kelinglar birgalikda shuni ko'raylik. Marhamat. Marhamat. Kimlardir ideyasini ustida ishlayotganimni his qilganimdan keyin o'zimnikini qilishim kerak deb, u yerdan ham ishdan ketib, startap qilishga kelib ketganman. Insonlarda eng katta muammo hozirgi paytda aynan ularning diqqati bilan bo'lyapti. Bizning qahramonlarimiz ham bozordagi qaysidir bo'shliqni, odamlarning qaysidir muammosini ko'ra olishdi. Nimaga O'zbekistonda juda ham aqlli yoshlar startaplar qilib dunyo bozoriga o'zini yechimlarini taqdim eta olmaydi?
O'zi aslida startaper bu jamiyatdagi qanaqadir muammolarga yechim beruvchi emas, balki o'sha muammolar bilan yasholmaydigan inson. Uzkombinator loyihasini ishlab chiqdik va ushbu loyihadan asosiy maqsadimiz eng kuchli, yaxshi founderlarga, yaxshi asoschilarga yoshlar venture jamg'armasi investitsiya qilishdan iborat. Startaper kim? Startapchi kim desiz, qo'lni ko'tarib startapchi bilaman kimligini. Muammoga yechim berish orqali, innovatsion yechim orqali milliarderga aylanadigan odam degan g'oya bilan ertalab uyg'onsa, u boshqacha bo'ladi. Hozir mana lavhani ko'rib turibmiz. Startap o'zi so'zini tarjimasi, ya'ni boshlash va yuqoriga degan ma'noda keladi. Asoschi. Startup, ya'ni Shunaqa. Startup so'zini Oyoqqa turish. operatsion tizimlarni ishlatganda kompyuterda ko'pincha shu eng birinchi yonganida kompyuteringiz ishga tushib ketadigan dasturlarni ro'yxati bo'lardi. Mana shu so'zni uchratadi olaylik odamlar. Lekin siz aytgandek shunaqa, bu boshlanishi. Siz hali bilmaysiz, bu katta kompaniyaga aylanadimi yo ertaga yo'q bo'lib ketadimi bilmaysiz. Bu umuman qanaqadir bir oxirini ko'rmaydigan o'rmonga kirib ketish, chekki yo'q dengizga chiqib qayerda ekan shu chegara deb kirib ketish. Chunki mana biz ishlatadigan ijtimoiy tarmoqlar paytida startap bo'lgan. Juda katta pullarni ko'targan. Lekin hozir qarasangiz ular korporatsiya. Ya'ni agarda startap shunaqa bir boshlanishidan qiziqtirib, pul ko'tarib, rivojlanib ketsa, keyinchalik u ham o'sha an'anaviy bir biznesga, katta korporatsiyalar darajasiga, ya'ni nimaga yoshlar korporatsiyalarni yomon ko'rishi mumkin, mana katta kompaniyalardan ketyapti yoki mana bu yigitlarga o'xshab Yevropada ishlagan. Ha, o'zimni anaqamni ochaman degan Ha, men endi tog'amga ishlamayman. Men birovga ishlamayman. Men o'zimni yechimimni qilib, men kompaniyamni quraman deydiganlar bor. Mana shular qo'rqmas, yaxshi ma'nodagi tentak odamlar, mana shu asoschilar. O'zgacha fikrlaydigan odamlarda mana ustingizdagi kiyimingizga qarab turibman-da, hozir mana rolikda ham ko'rdim. Mana shu rang va mana shu forma kombinator deb yozilgan brendni ko'rdim va bu aynan siz o'zingiz tashkil qilgan asoschilardan biriman. Asoschilardan birisiz. Ya'ni faoliyat nimadan iborat bo'ladi? Birinchisini aytib o'taman, bu albatta davlatni naqadar yoshlarga yoki mana shu g'oyalarga ishonishi. Ya'ni prezidentimiz startaplar uchun fondlar ochilishida ham, ularga qo'llab-quvvatlash uchun dasturlar bo'yicha ham menimcha istalgan bir boshqa bir davlatga, rivojlanayotgan davlatlarga o'rnak. Chunki agar siz o'xshamasa, mana shu g'oyalarga men pul tikaman desangiz, juda ham ko'p g'oyalar bo'ladi. Bu g'oyalar nima? Ko'plab yechimlar degani. Endi davlat rahbari, davlat ishonib turgan bo'lsa, siz qaraysiz vaziyatga. Men nima yechim bera olaman? Olaylik, venture fondlar degan tushuncha bor. Bu bank mana kredit berishi mumkin, boshqa berishi mumkin-ku. Venture fondlar sizni aql bovar qilmas g'oyangizga u 90% ishlamaydi. 90% bu kompaniyalar yopilib ketadi. Lekin mana shu g'oyaga ishonadi. Va O'zbekistonda hozir o'nlab venture fondlar bor. Mana shunaqa g'oyalarga pul tikadigan, investitsiya kiritadigan. Lekin muammo nimada edi? Yoshlar ishlar agentligi rahbari Alisher Sa'dullayev bir kun bizga o'sha mana shunaqa akseleratorlar, Stanford tajribasi sifatida bizga o'sha tushuntirib bergandan keyin biz nima qila olamiz dedik va o'shandan keyin biz o'zimizni taklifimizni berdik. Uzkombinator bu asoschilarni ma'lum muhitga olib kirib, ya'ni men hozir juda ham kayfiyatim ko'tariladi, chunki sizlarda juda katta professionallar bilan o'tirman, ijodkorlar bilan o'tirman. Men ijod qilishim mumkin. Lekin hammada ham bu muhit yo'q. Asoschilarda ham uyga borganda maishiy muammolarga kirib ketsa, do'stlari bilan yana bir choyxona mavzularini gaplashsa, ular katta loyiha qilishi, mahsulotini diqqat bilan qurish qiyin. Chalg'iydi baribir. Chalg'iydi. Uzkombinator nima desangiz, startapchilar uchun hamma narsa, hamma imkoniyatlar. 3 mahal ovqati, $1000 stipendiyasi, $1000 pul beriladi. Hech nimani o'ylama mana shu 45 kun ichida. Kiyimlari-yu, kofe mashinalari-yu, hamma narsasi bor. Ish joylari zamonaviy. Million dollarda haqiqatda pul ko'targan odamlarni tajribalari, Amerika Qo'shma Shtatlaridan manaman degan zo'r startaperlarni bilimlari, ular bilan aloqa o'rnatish. Bularning hammasi mana shu 45 kunlik intensiv dastur, akseleratsiya dasturi deydi. Endi akseleratsiya so'zini ham hozir terminlarni ko'p ishlatsam tushunishmaydi. Bu tezlashtirish. Ya'ni siz mana g'oyam bor dedingiz, keldingiz, biz sizni tezlashtirishimiz kerak. Agar g'oyangiz xato bo'lsa, bozor xohlamayotgan narsa bo'lsa, juda tez tushuning buni va pivot qiling. Pivot degani qaytadan burilib, yangi bir yondashuv bilan boshlashingiz. Yoki agar ishlayotgan bo'lsa,
go to market deydi, bozorga tezroq borish, mijozingiz bilan tezroq gaplashish, mijozingiz yoki odamlar xohlayotgan mahsulotni tezroq qurishingiz va bu ommalashsin. Ya'ni o'zi startaplarni talablaridan biri buni kengaytira olish kerak. Ingliz tilida o'sha scale up deydi. Masshtablashtirish kerak. Bugun Toshkentda ishlayotgan narsa ertaga Urganchda ham ishlasin, Nukusda ham ishlasin. Ertaga agarda siz marketingga pul tikib odamlarga yetkaza olsangiz, Qozog'istonga ham tarqasin. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ishga tushishi uchun yillar emas, nechadir oyda siz ishga tushira olishingiz kerak. Tushunarli. Ulug'bek, asosan sizni qilayotgan bu ishlaringizda hozir agar tadbirkorlar bo'lsa, ko'rib turgan o'zini g'oyalari bo'lsa, aynan sizlarni ijtimoiy tarmoqdan topadimi yoki qanaqadir ma'lum belgilangan joylar bormi? Mana shu yerda aytishim mumkin, Amir aka, muloqot. Sizlardan nimani o'rganamiz? Insonlar bilan muloqotni. Biz nima qildik? Uzkombinatorda barcha Telegram kanallarida do'stlarimiz, aynan bizga kerakli auditoriya bor joylarga o'zi xabar berib bo'ldik. Ko'pchilik menimcha xabari ham bor Uzkombinatordan. Biz nima qildik? Viloyatlarmi, boshqa hammaga xabar berdik. Uzkombinator bo'lyapti va 14-dekabr kuni biz taqdimotini o'tkazdik onlayn tarzda, chunki offlaynda bir 1000 ta odamni qamrab olarmiz, lekin onlaynda ko'pchilik. 10 ming, 20 ming. O'zbekiston startap ekotizimi tarixida biz bilib bilmasdan rekord o'rnatib qo'ydik. Ya'ni 1453 ta startap bitta akseleratsion dasturga hali ariza topshirmagan. Va hozirgi kutuvlarimiz shunaqaki, hozirgi Xudoga shukr, mana 30 ta startap olgan bo'lsak, 31 ta, 12 yoshli bolani ham olganmiz. Tushunishinglar uchun. 30 ta startapdan 15 tasi hozircha, hali yana e'lon qilamiz, investitsiya oldi. Ya'ni biz 45 kunlik dasturning yakunida demo day deyiladi. Qani nimaga erishdinglar o'zi? Nima natijalar bor deydigan joyga demonstratsion kun o'zini startapini ko'rsatadi. 2 daqiqagina pitch qilib, ya'ni taqdimot qilib, 1 million dollarga yaqin investitsiya oldi bizning startaplar. Hali bu hozircha. Biz hozir kutayotganlarimiz bor. Xorijiy Manaman degan startap akseleratsiyalar, venturelar vakillari Toshkentga kelib, tomosha qilib demo dayimizni. Hozir mana hattoki mana kechki ovqatimiz, iftorimiz ular bilan o'tyapti. Bizning startaplarni ko'r, qara qiziq deb mana kecha ham. Juda ham zo'r. Biz hozir tez reklamaga vaqt bermasak, Ulug'bekda shunaqa darajada ma'lumot ko'p ekanki, iftorgacha o'tirishimiz mumkin. Sizga esa kattakon rahmat aytamiz taklif uchun, ma'lumotlar va yangiliklar uchun. Rahmat. Salomat bo'ling. Gap yo'q Ulug'bek, sog' salomat bo'ling. Bizda esa reklama, ketdik.